Xurrak otadigan odamni yonboshlatib qo'yadigan bo'lsak, har holda qanaqadir miqdorda xurrak otish kamayishi mumkin. Nimaga? Yumshoq tanglayga bog'liq bu holat. Chalqancha yotganimizda, ya'ni orqa tomon bilan yotganimizda yumshoq tanglay orqa devorga, ya'ni faringal sohaga yotganini hisobiga yuqoridan havo keladi va ana shu joydan siqilib o'tadi. Siqilib o'tganning hisobiga yumshoq tanglayni qimirlashi kuzatiladi. Pir qilib xuddi varreni uchirasiz-ku, tepasiga bunday narsa qo'yardik. Ana shunaqangiga o'xshab varillab o'tadi-da havo. Xurrakni hosil qiladi. Buni endi kasalni chalqanchasiga yonlamachoq, yonboshi bilan yotqizadigan bo'lsak, yonbosh yotqizganda havo yo'li avtomatik tarzda ochiladi va xurrakni har holda kamayganini kuzatishimiz mumkin. Bu butun umrli yechim hisoblanmaydi. Buni davolashimiz uchun albatta tekshirishimiz kerak. Ayrim holatlarda bu apnoe chaqirishi mumkin. Mana shu yumshoq tanglayni nafas yo'lida siqilib qolishini hisobiga. Albatta uni operativ yo'l bilan davolasa ham bo'ladi. Tekshirish kerak, bilish kerak. Bir qancha tekshiruvlar bor. Ana o'sha o'tgandan keyin to'liq diagnoz qo'yiladi.